hammada birdek bo'ladigan muammo, gadjetlarni zaryadlash shnurini adapterga tiqilgandan keyin zaryadkaga qo'yilgan holatda shunaqa osilib turish holati bo'ladi. Bunaqa holatlarda ozgina tiyib ketib qolsanglar, gadjetlar yerga tushib, ekranlari sinib qoladi. Bu sizlarga juda ham qimmatga aylanadi. Aslida bu juda ham oson narsa, hozirlarga ko'rsatib beraman. Birinchi qiladigan ishinglar adapterni rozetkaga tiqib olasizlar. Ikkinchi qiladigan ishinglar soat remeshogidan zaryadlash shnurini o'tkazib, adapterga tiqib qo'yasizlar. Uchinchi qiladigan ishinglar shunday zaryadkaga qo'yib qo'ysanglar, soatinglar ham, gadjetinglar ham, любой narsanglar bezopasniy holda turadi. Endi bunaqa gadjetlar yo'q, lekin olishim kerak deydiganlarga Huawei Watch Fit 3 modelini skidga qo'yib qo'yganman. O'zim ham shu soatdan ishlataman. Sensorlari ham yumshoq, ekrani Super AMOLED, quyoshga chiqqanda pirillamaydi. 1.8 dyum bo'ladi. Bir marta zaryadga qilinganda 14-15 kun ishlab beradi. Kaloriyani o'lchaydi, yurishingizda, yugurishingizda bo'layotgan muammolarni, yeb ichishingizda bo'layotgan muammolarni hammasini aytib beradi. Даже 50 metr suvga tushib ketganda 5 atmosfernik bosimgacha chidab beradi. Vaqtida shunaqa soatlarni $300 gacha sotishgan. Hozirgi kunda $100 atrofida sotishyapti. Yarim naq kanaldan bor yo'g'i $59 ga sotib olsanglar bo'ladi.